Hurmatli kuzatuvchilar, 2026-yil 4-iyun Farg'ona viloyat Qo'shtepa tuman O'qchi MFY Yangi Farg'ona ko'chasi. Mana Xudo xolasa giloslarni uzib kelib magazinga peribor qilib yaxshisini solinyapti, yomonlarini olinmayapti. Mana Murodjon akam o'zlari tayyorlatib kelgan giloslar. Murodil aka qanaqalarini solib, qanaqalarini ajratib tashalyapti, bir ko'rsatib bersangiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana giloslarimizni sifatli, toza mahsulotini pervorka qilib ayollarimizni qo'lidan o'tkazib, tozasini solyapmiz. Yana bitta ikkita yorug' tushgan yo bir boshqasini mana sirasi skidkaga har bir ayollarimiz yoniga bittadan korzinka qo'yib berganmiz. Ikkinchi sortga qilib, birinchi sortini oliy namligini eksportga tayyorlab solib beryapmiz. Xudo xolasa bu katta bog'imiz. So'rayotgan, qiziqayotganlar bo'lsa, mana shunaqa holatda qilib, xuddi shunaqa holatda tayyorlab beramiz. Bemalol tepasida o'zlari turib ko'rib olishlari mumkin mahsulotlarimizni. Mana shu holatda mana tagiga tushayotgan mahsulotlarimiz xuddi shu holatda qilib tayyorlab beramiz. Qiziqayotganlar uchun. Tay tepasi bir xil qilib shunaqa qilib solib beramiz. Murodil akamning muxlislari baraka topadigan qilib like bosishdan chiqmasin.